1958-yildan beri Buxoro tuman Kunjiqal'a qishloq fuqarolar yig'inida yashayman. Islom taraqqiyot bankining dasturiga asosan hududdagi 32-o'rta maktab, 33-o'rta maktab hamda 16-maktabgacha ta'lim muassasasi yangidan qurilish boshlandi. Tashabbuskor guruh rahbari sifatida va a'zolari tomonidan qurilish doim kuzatib boriladi. Boshidan beri kuzatib boryapmiz bizlar. Aholimiz juda xursand. Chunki bu yerda uzoq yillardan beri yangi bino umuman qurilmagan. Hozir kelib ko'rsangiz o'zgarishlar katta bo'lyapti. 2 etajdan yuqori bo'lmagan. Shuning uchun 32-maktab 3 qavatli bino bo'ladi. Juda ham go'zal bo'ladi. Uzoqdan ko'rinsa bo'ladi.